Astigmatizm nima? Astigmatizm bu ko'z optik sistemasining nur sindirish ko'rsatkichini noto'g'ri bo'lishi natijasida yuzaga keladi. Astigmatizm to'g'ri va noto'g'ri bo'ladi. To'g'ri astigmatizmda ko'zni vertikal o'qi, shoh pardaning vertikal o'qi nur sindirish ko'rsatkichi gorizontal o'qiga nisbatan yuqori bo'lgan holatda kuzatiladi. Noto'g'ri astigmatizm yoki qaytuvchi astigmatizm ham deb aytiladi. Bu astigmatizmda gorizontal o'q vertikal o'qqa nisbatan nur sindirish ko'rsatkichi ko'p bo'ladi. Astigmatizmni tarjima qilib aytadigan bo'lsak, demak grek tilidan yo'q, stigma nuqta, ya'ni nuqtaning yo'qligi deb tarjima qilinadi. Astigmatizm holatlarida asosan buni kelib chiqishi bu tug'ma bo'ladi. Ba'zi holatlarda orttirilgan bo'lishi ham mumkin. Astigmatizmda xalq tili bilan aytganda shoh pardani qiyshiqligi, egriligi deb aytiladi. Bu shoh pardada o'sha graduslari har xil bo'lganligi, har xil nur sindirganligi uchun odamlar shunaqa bir ta'rif berishadi. Astigmatizmni miopik, gipermetropik turlari farqlanadi. Bu turlarda nurni ko'rpardadan oldinga yoki orqaga tushishiga qarab bu aniqlanadi. Bu asosan o'sha refraktometriya usuli yordamida aniqlanadi. Bemorlar astigmatizm holatini qanday bilishi mumkin? Astigmatizm holatida xuddi narsalar, predmetlar yonida soyasi bilan ko'rinadi. Shunga qarab astigmatizm bor yo'qligini aniqlash mumkin. Bundan tashqari astigmatizmda bo'yaladi, shivalib, boshqacha shaklda ko'rinish ham yuzaga keladi va narsani tiniq emas, aniq emas. Demak, o'sha bo'yalgan holatda ko'rish holatlari juda ko'p kuzatiladi. Ba'zi holatlarda astigmatizm bor bemorlarda demak, ko'rishi 100% bo'lishi mumkin, lekin sifatsiz ko'radi. Bu holatda ham albatta astigmatizmni choralarini ko'rish kerak. Astigmatizmni davolash. Demak, bunda ko'proq ko'zoynaklardan foydalaniladi. Yosh bolalarda, asosan yoshlik holatlarida 3 yoshdan, 4 yoshdan o'zi astigmatizmga ko'zoynak tanlab taqib boshlash kerak. Agar shunday qilib boshlanmasa, ambliopiya, ya'ni ko'zni dangasalik kasalliklari yuzaga kelishi mumkin. Buni faqatgina ko'zoynak bilan davolash mumkinmi degan bir tabiiy savol tug'ilishi mumkin. Yo'q, buni boshqa usullari ham bor. Astigmatizmni yana linzalar orqali ham davolash mumkin. Bundan tashqari hozirgi usul lazerlik korreksiya yordamida bemalol astigmatizmni davolash mumkin. Astigmatizmni 10 yoshdan, ba'zi bir chet davlatlarida chaqaloqlik davrlaridan lazerlik korreksiya bilan tuzatish yo'lga qo'yilgan. Bizning klinikamizda eng ko'p 10 yosh, 12 yosh bolalarda ham astigmatizmni o'zini holatlari bor. Gipermetropik astigmatizm masalan, oddiy miopik astigmatizm, shunaqa holatlarda lazerlik korreksiya yo'li bilan davolash yo'lga qo'yilgan. 2-3 yildan beri bu bilan shug'ullanib kelmoqdamiz va natijalari ham juda quvonarli holatda. Agar sizda va bolalaringizda astigmatizm holatlari yuzaga keladigan bo'lsa, bizning klinikamizga murojaat qiling. Albatta davo topasiz.